Shuni topshirib olmaydiganlarda, ham qo'rqadi-da. Baribir eplolmaydi-yu, bir qiladi deydi. Yoki qayerdadir ishchisi o'sha yaxshi qila olmagani uchun o'sha u narsa unga travma bo'lib qolib ketgan, ani eplolmaydi baribir degan tushunchada qolib ketgan. Shularga nima maslahat bera olamiz? Ishonib ishni topshirishni o'rganishlik uchun. Nimaga bunaqa vaziyat bo'ladi? Chunki ungacha nechtadir xodimga topshirilgan. Topshirilgan, to'g'rimi, noto'g'rimi hozir endi gaplashamiz-u. Lekin aslida mohiyatiga ko'ra noto'g'ri topshirilgan, delegirovать qilingan bo'ladi va albatta u xodim, bu inson, biznes egasi birinchidan, uni proyekti bu, ya'ni biznes proyekti, loyihasi, bolajonisida u. Yuragi, u necha yildir bu g'oya bilan yurgan. U g'oyani amalga oshirgan, butun mehnatini, mehrini shu narsaga bergan. Plus eng katta narsa shu vaqt ichida tajriba orttirgan. Tushunasizmi? Ko'chadan kelgan odam bu tajribani birdaniga miyasidan skanerovat qilib o'ziga ololmaydi. Biz qanaqa ish topshiramiz, keladi, gapda, so'zda nimadirlarni tushuntirib, mana bunaqa qilasan, mana bunaqa qilasan tushuntiramizda. U bizdek qilib ketadi deb kutamiz. Undan ham battari topshirganimizdan keyin bizni o'rgatishga sabrimiz yetmaydi, chunki mana baribir ishimiz ko'p bo'ladi, qanaqadir qayerdadir noto'g'ri qilsa, shuni ham eplamadi-yu deymizda, o'rniga qilishni boshlaymiz. Uni o'rgatmaymiz, to'xtab tur. Mana vaziyatda mana bunaqa natija bo'lish kerak edi yoki harakating mana bundan iborat bo'lish kerak edi. Mana bunaqa qadamlardan deb aytmaymiz. Gapirilmaydi ham. Gapirilmagan sari, qayta aloqa berilmagan sari xodim rivojlanmaydi. Biz xohlaganimizdek bo'lmaydi. U shu holatda qolib ketaveradi. U hattoki aybi qattaligini, noto'g'ri ish qilgan qattaligini ham bilmaydi.